mana shu qishlog'imizda katta kichigi kim kelganmi, kelmaganmi, hammalaringizga katta rahmat. Mana qishlog'imizga, xalqimizga Alloh taolo shunday muhabbati berdiki, hech bir insonda shega kelib mehnatga chorlagan yo'q hech kim. Hamma o'zidan, o'z diyonati bilan, o'z iymon e'tiqodi bilan shu mazar buvimizda chiroylab qo'yib deb kelishib, qo'llardan keyincha xizmat qilishdi. Qishlog'imizda katta kichiklarini tahlil qildik. Hammalari kelib qo'llarni qo'shtirib, albatta beni chiroylab qo'yamiz deydi. Juda katta rahmat birodarlarimizga. Maqbarani baqa yiqitib olish ham oson bo'lmadi birodarlar. Qabrga tushib ketmasin deb ehtiyotkorlik bilan Alloh taolo mana buvimizni rahmat qilsin, joylari jannatdan bo'lsin. Albatta xuddi go'yoki odamlarimiz farishtaga o'xshab ishladi. Qishlog'imizda xalqiga Alloh taolo shunday muhabbatlarni berdi. Shuning uchun mana qo'llardan keyincha mana maqbarani tiklab qo'ydik. Inshaalloh uzoq yillar tursa kerak. Alloh taolo hammalarimizga mana shunaqangi kunlarga tez mana shunaqa kunlar bo'lib tursin. Ammo lekin qayta aytamizki, qishlog'imizning xalqiga juda katta rahmat. Katta kichilar hammalaringizga tasanno birodarlar. Bunaqangi insonda muhabbatni endi ko'rdik. Mana Xudoga ming qatla shukr, mana shunaqangi chiroylab qo'ydi. Endi bundan bog'i ham qishloqlarimiz, el yurtlarimiz tinch bo'lsin, xalqimiz tinch bo'lsin. Mana shunaqa mehmonlarimiz tez kelib turadigan joy qo'ydik. Inshaalloh bir duo qilaylikki, faqat Parvardigorim mahalla, ko'y, el, yurt, vatanlarimiz tinch bo'lsin. Hammamizning farzandlarimiz solih bo'lsin. Langarbimizning qabrlari, maqbaralari uzoq yillar sizni bizga yodgorlik bo'lib tursin. Qishlog'imizning xalqiga bu uzoq yillar ramz bo'lib qoladiki, qishlog'imizda bir vaqtlar kelganda yoshlari mana shu yerda xizmat qilib ketgan otalarimizni Alloh rahmatini duo qiladi. qolmasa yerda kelgishra sar bilan yursa davrada ochlik kulsa hasad qilma havas qil Shu qishloqning xalqida ahillik, ittifoqlik, hamjihatlik, bir-birlariga bo'lgan mehr, muhabbat va izzat va hurmat mana shu yerda zohiran bir ko'rinib turibdi. Ikkita narsani tepasida muohaza qilmas ekan insonni. Shu qaysi narsa deyilinsa, bittasi shu farzandni otasi bilan onasini xususida sarf etgan mol va mulk xususida Xudoy taolo o'sha insonni savol javob qilmas ekan. Nimaga? Topgan oshiyosi ota-ona uchun sarf etilgan, na o'rin yerga sarf etilgan emas. Ana shuning uchun otani, onani rizoligi bandani jannatga daxil qilar ekan, birodar azizlar. Mana shu mol xususida ham, ya'ni Alloh taolo muohaza qilmas ekan. Ikkinchisi o'zini farzandlariga, ya'ni sarf etgan molni, ya'ni shunday bir dini diyonatda bir insoniylik haqqi huquqini ado etishlikka sarf etilgan molni ham Alloh taolo hisob kitob qilmas ekan. Ammo undan bo'lagini qayerga sarf etilgan,
ibidan hiynasiga doğru hisob kitobi bo'lar ekan birodarizlar. Mana shunday manzilni, shunday joyni obod bo'lishligida ota bobolarimiz yotgan yerni obod bo'lishlikka sarf etgan mol mulklarimizni Alloh taborak va taolo bizdan hisob kitob qilmas ekan. Mana shundan bizni mustasno qilib qo'yar ekan.